Assalamu alaykum jamoat. Shu bir yildan yoqi davomlashib kelayotgan Nuriya yoshlar mashribi aylanib shu bizning Bergenga o'tkab qopti. Bergendan hamda 25lik mening zimmamga tushib qopti. Hozir mashribimizni boshlaylik. Xush kelibsizlar. Mehmonlar, kelgan qadaminglar muborak. Bizning bu mashribimizniki hamda kun tartibi bo'yicha men bizning boshliqni tanishtirib o'tsam hamda mashrabniki qolgan kun tartibini sen bir qur tanishtirib o'tmoqsan hamda. Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlar. Hammalarni mashrabimiz qatnashganlarni Bergen nomidagi qarindoshlardan qizg'in qarshi olaman. Men mashrabning boshlig'i bo'laman. Mashrabimizning ba'zi qoida usul kun tartiblari bo'ldi. Birinchi kun tartibi g'izalanish bo'ldi. İkinci gün tertibimiz dini ders, yani bununla Yahya Ustaz'ın yetekçiliğinde bizge bir saatlik dini ders berdi. Onun için oyunlarımız buldu. Onun için bizden tarihçimiz, almakımız bizge tarihten bize sözlep berdi ve onun için ahlak ve örf adet doğrusu da Yahya Ustaz yani bizge bir ta'lim terbiye berdi. Ondan keyin yani bir savol javoblar bo'lsa yoki ustozimizning bergan dars to'g'riliq. Yani savol so'roqlar bo'lsa, javoblar bo'lsa so'rsanglar bo'ladi. Ondan keyin yani bir ish bu mashrabdagi intizom, tuzum, qoidaga rioya qilish deganlik maqsadimiz. O'zimizga intizomni va qarshimizdagi odamning bizga so'zlab berayotgan darsini yaxshi xatir qilib anglash va uning fikriga hurmat qilish uchun hammamizning rus o'tirish uchun diqqat deyman, hammamiz tik maydimizni rus ko'tarib o'tiramiz. Ikkinchidan buning xitoycha gap qilinmaydi. Buningda xitoycha gap qilganlarga jazo berildi. Bundan mashrabimiz boshlansin. Men so'zni bizning qozi Nijotga o'tkazib berman. Assalomu alaykum 30 o'g'il. Hammanglarga xush kelibsizlar avval. Hammanglarga. Biz Nuriya Yoshlar uyushmasi o'tgan yili bu mashrabni butun Nuriyaning ham yerdagi yoshlarga bir qatimliq mashrab faoliyat o'rlashtirib o'zimizningki an'anasini, tarixini va madaniyatini bo'lib eng muhimi bo'lgan o'zimizning dinini to'g'ri shaklda tushunish uchun bu faoliyatni boshlagandik. Bu eng oxirgi bekitimiz Bergen bo'ldi. Nurg'un insonlar bizdan so'raydi, bu hozirgi vaziyatda vatanda bo'layotgan bu zulmlarda mashrab faoliyatininki toza to'g'ri yoki muvofiq bo'ldimi bo'lmadimi buni tushunmagan nurg'un qarindoshlar bor. Men buni ozroq tushuntirib o'tib ketay. Biz bu mashrabni boshlagan vaqtida chiqqan niyatimiz hargizmi o Xitoyning bizga o'rlashtirib bergan mashrabi, ya'ni naqshi usulni faqat o'z ichiga olgan, undan boshqa hech qanday mazmuni bo'lgan mashrab emas. Aksincha haqiqiy Uyg'urninki o'zining urf odatini o'rgangan, erkaklarninki mashrabda o'zining erkakligini namoyon qilgan bu tipdagi o'zimizning asli mashrabni qaytarib kelish uchun qo'limizdan kelishicha kuchash uchun bu mashrabni boshladik va har bir shaharga berib bu mashrabni qo'limizdan kelishicha olib bordik. Yahya Ustazninki bir so'zi va menga nihoyatda ta'sir qiladi. Er kishininki erlik hormoni, er kishilik faoliyatlarni olib borgan vaqtida bu o'zligidan chiqadi dedi. Bizning ota-bobolarimiz masalan burungi ko'nlarda ot minadigan, o'g'loq tortadigan, chilishadigan ma'lumotlarni shunday mashrablarni o'tkazib, nihoyatda erlik g'urur va erlik hormon kuchaydi ekan. Bunda kuchaygan erlarda siyosatda bo'lsin, mayli turmushda bo'lsin va yoki boshqa so'rovlarda bo'lsin, erlarcha muomala qiladigan turmushga, erkaklarda so'zlab turib das o'rnidan turadigan bu odat erlarda o'zligidan hosil bo'ladi. Ammo aksincha xotin kishilar bilan to'la uyda o'tirib olib, munosabat erlardan sit oilada ko'proq bo'lib ketsa, bu er kishida ayollik hormon sal paydo bo'lib qolib, mayli siyosatda bo'lsin va yoki turmushda bo'lsin, muomala qilganda sal ayol kishicha İnşallah bu meşrep arkalık bulup bu Nuriye'deki her birimizin, çoğunlarımızdaki özündeki naiti güzel ahlaklarını ügünüş ve ondan başka bu meşrepte 7 yaştan 70 yaş kişininki birbirisiyle öğütüden bir ders olsun deyip bunu orlaştırdık. İnşallah bu meşrepimizi bunun dikine devamlaştırırız. Minan gipim mişekiçe hem de bu ders hem de Yahya Ustaz'a versek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Qarindoshlar, yuqorida Mashrabning qoidalarini qilgan faoliyatini bir qor tushuntirib o'tdi. Bizning Mashrabimiz har oy bir qatim davomlashayotgan Mashrab da'vat mashrabi va boya Nijat qarindoshimiz degandek, men shunda qarindoshlarga islom dinidan o'zimizning bilgan narsa bo'yicha tirishchilik ko'rsatib kelyapmiz. Allah ko'rsatgan bo'yicha halol ishlayman, halol ta'lim bilan zakat Allah bergan bo'yicha o'shirishni ayirib kambag'alning haqqini beraman. Undan keyin badinimga kuch oilamni qamdayman. Islomiy shakl bo'yicha undan keyin men shu bo'yicha yashab Allah'ning yo'lida köreş qilishga, Allah farz qilgan iqtisod ketadigan ibodatlar hajlaymiz masalan. Undan boshqa Allah'ning yo'lida köreş qilish, dushmanga shayton qarshi köreş qilish ve düşmanın ergeç güçleri bo'lgan bugün kunda dünyadaki şeytanın en asaslı güçlerinden birisi Xitay. Xitayga hazır yalğız Uygur Müslümanları hatta Türk kavmi köreş qilishmi o qarshi turib olamaydigan bütün dünya ortak köreş qilmish bo'lmaydigan yetdi. Dünya ikkiga bölündü Xitay to'g'risida. Yoki uchga bölündü. Yani ikkiga bölündü deganimiz hemimiz bilimiz 30 devlet bir taraf, 25 devlet bir taraf degeni emas. O qarmoqqa aşındaq ifodalangan bir köreşninki sepning ayrilishi. Hem de o'ttirdi 30 devlet degan Xitoy taraf turgan devletler ras aşı devlet degerekmi desa, amaliyotda munaf vaqt kelsa yanadi keyniga. Çünkü hozir manfaat uchun aşındaq qilgan. Shuning uchun biz yoki 3 ga deganimiz, bular vaqt kelsa o Xitoy taraf rasmiy cho'ng turgan devletning tayini qolmaydi. Şunun için bununki bu haqqninki iş davamlı qaşta bo'ladi qarindoshlar. Nahaq taraf nahayati köp, yo'g'on, hayvatlik qog'oz yo'lbos ko'rindi. Ammo uning ichki vaq. Mushunda bir fursatda biz şu dunyodagi kurashninki oldingi sepida bo'lib qolishimiz bir ne'mat qarindoshlar. Biz hozir ma ne'matdan boshqa bizning siyosiy o'rnimiz Alloh tarafdan bizga yuklangan. Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail kavmini sizler aldığın septe haq topның aldığın septe qilganligimiz sizler dünya halkıga fazilet kılıp sizlerin hem halkının aldığını mağdan qilib bergandik. Sizler bunun nimetini bilenmediniz degan ayetler köp keldi. Biz Japan'ın elbette sepning aldığı bo'lib qolgan odam qurbanni eng köp berdi. Bu odatga mantiqqa uygun narsa. Biz shunda bo'lg'achqa qurbanni eng ajallik beryapmiz. Bu dünya bunu biladi. Hem biz shunga loyiq ish qilishimiz kerak. Şunun layık hareket kılışımız gerek. İntayin şüphe tayini yok. Bizninki salahiyetimizge bugün günde dünyadaki şeytanın ergeç güçlerinin aldığın sepideki rehber kumandanı okuyan Xitay'ın karşısı biz dünyadaki hakkaniyetçiliğinin aldığın sepidi turduğun siyasi bizde dünya hareket kilonunda kıstavatıdı. Aslında biz ihtiyara çıkıp manışımız gerekti. Bizning o'rnimiz va bizningki hozirgi coğrafiyalik o'rnimiz bo'lsin, siyosiy o'rnimiz bo'lsin, shuni belgilab qo'ydi. Buni Alloh belgiladi deymiz buni. Biz hozir oldiga biz keynimiz tirishpasak, oxirisi bo'lmagan vaqtida Alloh subhanahu va taolo o'rniga boshqani o'rlashtiryordi. Bani Isroil qavmiga o'xshaydi. Onu bizni dastur etib boshqaran men amal yo'q, ko'rash shundoq. Buning ta'xirsizligi, uning kutib turadigan ish yo'q, vaqt kutib turavermaydi. Biz hozir jinimiz va azroq harakatlanyapmiz, shunda boshqa xalqlar buni nim quvvatida ama buningdan jonliq bo'lishimiz kerak. Buningda eng ochqich nada? Har narsaning ochqichi bor qarindoshlar. Buning ochqichi buningdan bizningki ko'rash tariximizda ajdodlarimizdan Abduqodir Domillam rahimahulloh buning ochqichini burunlan bizga deb turib ketgan. Şunu da milletin veyran bulup düşkünleşişi cehalet ve ittifaksızlık diyen. Olta. Uygur şıkkılanı yapın lan. Ama kazık yapın. Olta. Paşam. Sakal. Ben de kulağım. Ya oturma.